Assalomu alaykum. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma'lumot chiqardi. Shu ma'lumotni sizlarga yetkazamiz. 2025-yil 20-maydan boshlab haydovchilik guvohnomasi, ya'ni prava olish ekzamenlari, ya'ni testdan o'tish vaqtinchalik to'xtatiladi. Sababi texnikalik tarafdan muammolar bo'lib turibdi. Shu muammolar bartaraf qilingandan keyin xudo xolosa ochiladi. Lekin haftaning birinchi, uchinchi, beshinchi kunlari amaliy imtihonlar, ya'ni mashinani haydab imtihon topshirish ular bo'laveradi. Faqatgina test topshirish vaqtincha to'xtatiladi. Biz shuni sizlarga test ochilgandan yana ma'lum qilamiz. Buni Ichki ishlar vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi o'z telegramida ma'lum qildi. Bizlar ham sizlarga bir yetkazib berik dedik. Xudo xolosa bizani kuzatib o'tirgan do'stlar, kimda-kim yaqinda prava olajak bo'lgan bo'lsa, bizning kanaldan uzoqlashmasa, yangiliklarni chiqaramiz. Hozirda to'xtatilganini bildirib qo'yamiz. Shuning uchun birdan like ni bosib, shu ekzamenga tayyorlanib bo'lgan do'stlarimizga videoni yuborib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Hammaga rahmat, like bosib beramiz.